Ol mana uni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yuraverasanmi? Nima bo'ldi, maytkash? Aka, nimaga ko'chadagi ayollarga yaxshi gapirasiz? Uyga kelganda menga, yangamlarga va onamlarga qo'pol gapirasiz. Singlim to'g'ri aytadi. Ko'chadagi nomahramlarga kulib qarab sizdan murojaat qilamiz. Ularni malikalardek ko'rib, restoran, kafelarga taklif qilamiz. Isitmasi bor, boshi og'rib turgan bo'lsa ham kir yoqamizni yuvgan, ovqat ozig'imizni tayyorlagan, bolalarimiz uddasidan chiqqan ayolimizgacha nega bizni qahramon degan, tog'im degan singlimizdan qachon oxirgi marta nima kaming bor deb so'radik. Bizni har kuni quchoqlab erkalagan onamizni quchoqlab qachon yuzlaridan o'pdik. Yo Robbim, o'zing kechirgin. Singlim. Xo'p aka. Singlim, men Nodon akangni kechir. Aybini tan olish ham mardning ishi. Shunday so'z eshitgandim. Yolg'on gapirilgan uyda, iflos turgan uyda va qo'pol so'z ishlatilgan uyda baraka bo'lmaydi deyishardi. Yangamga qo'shilib uylarimiz haramjon qilasan, bolalarimga g'amxo'rsan, menga hech yolg'on gapirmagansan, meni aldamagansan. Men sizlarga qo'pol gapirib, uyimizni barakasini, daromadimni barakasini, baxtimizni, halovatimizni barakasini o'chirar ekanman singlim. Endi tushunib yetdim. Endi senga akacha va'da, endi sizlarga hech qachon qo'pol muomalada bo'lmayman va seni xursand qilish uchun mana shuni ushlab turibman, xohlagan kiyimingni olasan. Voy aka, rahmat. Bundan ko'piga loyiqsan sen. Rahmat. Endi jiyanlarimni aylantirgan olib boraman. Buni seni o'zingga berdim, jiyanlaringni men o'zim aylantirib kelaman. Yo'qsa birga aylantirib kelamiz. Ha, ketdik bo'lmasam. Yurak yaxshi ekan, ammani bori yaxshi ekan. Tarozini bitta pallasida hamma bo'lar ekan, bitta pallasida amma bo'lar ekan.